Vaflilarning ichidan $50, $100 chiqdi menga. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ishonish juda ham qiyin. Atigi 3000 so'mlik vaflining ichidan $100, $50 bu yolg'on bo'lsa kerak edi. Men ham tezgina shu vaflidan bir korobka qilib etdim va sabrim chidamasdan ichidagi hamma vaflilarni ochib chiqdim. Instagramdan mendan boshqa qolgan hamma shu vaflilardan olib, har xil yutuqlarni yutib olishibdi. Mashina, televizor, mikrofon, veli, pul, umr safariga yo'llanma va yana boshqa sovg'alarni ham juda ko'pchilik odamni yutib olgan ekan. Men ham tavakkalni bir korobkani zakaz qilib ko'rib turganingizdek hammasini ochib chiqaman. Lekin haqiqatan ham yolg'onmas ekan. Ko'rib turganingizdek уже birin-ketin pullar chiqishni boshladi va undan tashqari har xil mozaikalar. Shu mozaikalarning sonini hammasini bitta qilib yig'ilsa, уже yutuqlar ham bor ekan qizlar. Undan tashqari vaflilarning juda kuponlar ham chiqar ekan qizlar. Mendan ham ikkita kupon chiqdi. Birinchi kuponimda ventilyator, ikkinchisi bo'lsa quloqchin. Ana endi ertaga tezda borib sovg'alarimni ham olib kelib olaman. Ko'rib turganingizdek hamma vaflining ichini ochib chiqdim va olganimga umuman afsuslanmadim. Haqiqatan ham ichidan juda ham ko'p pullar chiqar ekan. Qizlar, sizlar taxmin qilib ko'ringlar, ichidan qancha pul chiqdi va kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib, mana shunaqa pullarni yutib olmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib, bu videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar ham ishonib bemalol bu vaflilardan zakaz qilsanglar bo'ladi.